72. Ögdilmiş Aliga elni idora qilish usullarini aytidi. Ögdilmiş javob berib dedi. Alig hamma ishga to'g'ri tadbir qo'llansin. Tilingdan yaramas yomon so'zlarni chiqarma. Buni Xudo ravo ko'rmaydi, ey bilimi daryo. Bu baglikni sen o'z tiliking bo'yicha zo'rlab olmading. Buni Xudo o'z fazilati bilan belgilagan. Seni qadrladi va bu baglikni berdi. Buningga shukr qil, ey bilimi kang. Dilingni tuz, o'zingni pok tutib, Xudoga ibodat qil. Xalqqa odil va mehribon bo'l. Havoyi havaslaringni aql bilan bos. Uni yengin, nafsingni bilim bilan yanchib tashla. Bilim bilan nafsni, havaslarni bosgan bilim berguchi nima deydi angla. Vujudingning tuz bo'lishini xohlasang, havasning bo'ynini kes. Havoyi havas o'lsa, vujudingning agrisi tuzlanadi. Havoyi havasga qul bo'lmaslikka tirishqin. Havoyi havas bilan nafs, har ikkisila din o'g'risidir. Ey Ali, sen nimishqa ojiz bo'lib qolding? Har xil yaxshiliklarni qilishga kuching bor, qo'ling yetadi. Nim uchun shuncha bo'la qattiq g'am qilasan? Nim uchun hayotingni ochiq qilasan? Yetarlik xazinang bor, qo'shin, askar xizmatchilar ko'p. Hamma ishga yo'l ko'rsatiladigan bilim aqling bor. Xazinangni ulashtirib, askar xizmatchilarni xushal qil. Ular orqali hamma orzularingga yet. Kumush, oltin taqitib, dushmanni yengan jangovar shijoatli kishi nima deydi angla. Agar sen doim ustunlik qozonmoqchi bo'lsang, askar xizmatchilarni xushal qil, boturlarni maqta. Askar xizmatchilaringni xushal qil, ondan tilakingni tila. Barcha tilaklaring o'rindiladi, dushmanning bo'yni egiladi. Askar xizmatchilarni ko'paytgin, ularni xushal qil. Ularni bir kuni sen uchun so'yimlik jinini pido qiladi. Qo'shin va askar xizmatchilar bilan kofir dushmanlarni yanchib tashla. Xudodan madad tila, sening tayanching pokdir. Bu kofirlar uchun qo'shin askar to'pla, qurol tayyorla. Kofirlar bilan bo'lgan jangda o'lsa, o'lim hisoblanmaydi. Öy makonlarni ko'ydir, butlarni sundur. Uning o'rniga masjid, jome bino qil. O'g'illarni qo'l, qizlarni cho'ri qilgin. Uningdan o'ljagan narsalar bilan xazina to'pla. Musulmonlikni yo'lga qo'y, shariatni targ'ib qil. Shunda qilsang, yaxshi nom qozanasan, ulug' bo'lasan. Musulmonlarga qarshi turma, qo'l takkizma. Ularning homiysi Tangridir, ey Ali. Musulmon bilan qarindoshdir. Qarindoshlarga cheqilma, doim yaxshi o't. Xalqqa adolat qil, xotirjam yashsin. Sana yaxshilik tilab duo qilsin. Ondan Xudo sana so'yinch beg'ishlaydi. Ikkili dunyo sening bo'ladi, ey qahramon. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi: Bu so'zlarni yaxshi deding. O'zimmi xuddi shunday qilishni xohlayman. Ey yigit, mushu ishlarni qiladigan do'stim qani? Bu ishlarni qilishda sen menga yor yo'lak bo'l. Oldi bilan alni ro'naq topqizish, xalqni pok qilish kerak. Ichki tashqi munosabatning tadbirini tuzish kerak. Yaxshi ko'rganlarga in'om berib xushal qilish, seni yaxshi ko'rmaydiganlarni taqib qilish kerak. Buning uchun oldi bilan alni ro'naq topqizish kerak. Ichki tashqi meyxonalarni tozalash kerak. Xalqni qonun bilan tamoman tuzitish, eldeki yaramas ahvollarni tozalash kerak. Xotirjamlik, el ro'naqligi qani, men buningga yetishamedim. Ish ustiga ish to'plandi, ko'zim yumilmaydi. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Ey bag, sen ishlarni so'zma, hamma ishlar bilan shug'ullan. Qiladigan ishingni nemishqa orqaga so'zasan. İşlerini so'zma, vaqtida qil, ömrün o'tib ketadi. Bugungi ishni qilmasang, atki ishmi buningga qo'shiladi. Ish ustiga ish to'planib qoladi.
Bugungi ishingni qo'yib, at qilaman dema. Ati ishing chiqib qolsa, bu qilinmay qoladi. Elni idora qilib tozalab tur. Kelgusida xalqmi, o'zingmi rohatga erishsin. Yomon bo'lma, yomonlarga yomonlik ishlat. Yomonlarning hammasini elingdan tozala. Adil bo'l, to'g'ri ish qil, to'g'ri harakat qil. Shundoq qilsang, yomonlar agrilar qoyil bo'ladi, harakatini tuzaydi. Ta'tur harakat qiladigan ta'tur kishilarning yomonligini cheklamaguncha ishlar o'ngishliq bo'lmaydi. Yomonlarni yaqin yo'latma, ziyni tegadi. Yaxshilar bilan sagak yasha. Adil, ko'ngli tuz, tili bilan dili bir, xulqi chiroyli kishi nima deydi angla. Yomonga qaytilma, to'g'ri yo'lda yur. Agrilar orasida to'g'ri kishining kuni tor bo'ladi. Kim yomonlik qilsa, o'z yo'lida falokatga uchraydi. Qiyomat kuni to'g'riga to'g'rilik hamdam bo'ladi. Ey Ali, askar to'plamay amal yo'q. Bagla bulg'in ishlarni askar bilan tozalaydi. Askar xizmatchilarni to'plash va in'omlar berish kerak. Kambag'allarni beyitish, ochlarni to'ydirish kerak. Xizmat qilib yurganlar umid bilan yuradi. Xizmatchi umidini uzsa turmaydi, ketadi. Ey Ali, xizmatchilar bir qancha xil bo'ladi. Farqlantirib ayrim muomala qil, yo'ldan adashmasin. Ularning bir xili 100 obro'y uchun ishlaydi. Ularning 100 obro'yini qilish kerak, orzusi qonsin. Yana bir tabaqasi mol dunyo talab qiladi. Ularga mol dunyo bagin jinini pido qilsin. Yana bir xili mol dunyo ham obro'y tilaydi. Shuhrat qozonish uchun ot va to'n talab qiladi. Agar polvon margan bo'lsa, kumush bagin. Qilich urib shahar allarning ishikini ochsin. Bilimlik, aqlliq, dono kishi bo'lsa, ularni qadrla, mol dunyo va yordam qo'lingni uzat. Yomon, zo'ravon bo'lsa, uni faqat o'stirma, huquq berma. U seni nadomatga qoldiradi. Yomon o'ktamlarni o'stirma, beytma. Shubhisiz shifoliq dorangni zaharga aylantiradi. Baturlar yobg'usi nima deydi angla. Eng zaif xalqmi boy bo'lib olsa bosh agmaydi. Yomonlarni beytma, ey qudratlik. Yomonlar beysa peylini buzadi. Yaxshilarningmi qo'li qisqa bo'lsa, muhtojlikqa tushib, xuy peyli buzuladi. Yaxshi xulqliq kishi muhtojlikqa tushib qolsa, qiliqlari va yaxshi mijoz xulqimi o'zgarib ketadi. Yomonlarni xo'rlasang, yurish turishini to'g'rilaydi, yaxshilarni hurmat qilsang, qiliqlari texmi yaxshi bo'ladi. Samimiy, sodiq kishilarni o'zingga yaqin tut. Uyatsizlarni o'zingdan yiroqlashtir, ulardan saqlan. Kimlar foydali, kimlar foydasiz farqlantirib tanlab muomala qil, ey bilimlik dono. Yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydiganlarni farqlantir. Yaxshi ko'rganlarni so'y, dushmanga o't bo'l. Shodlikni xolamagan kishilarni o'zingdan yiroq tut. Uni so'yindirma, qiladigan ishlaringni uningga berma. Sadoqatni xiyonat bilan aralashtirma. Yaramliqni yaramsiz bilan birga tutma. Bir ishni birla vaqtda ikki kishiga topshirma. Ishonginki, bir-biriga do'ngishib ish qilinmay qoladi. Ishingni ish biladigan kishilarga topshir. Ish qilishni bilmagan kishi qiynalib qayg'uga cho'madi. Xizmat qildi debla ko'rganlik kishiga ish topshirma. Ishni sana foyda keltiradigan kishilarga bergin. Al manfaatini va o'zingning manfaatini tiligin. Boshqalarning manfaatiga ko'z tikma, uningga ilinma. Boshqalarning ko'ngliga qarama. Har kim o'z foydasini ko'zlaydi. Al manfaatini ko'zligin, o'zingni zo'm-zo buzma. Sana kim foydaliq bo'lsa, senmi uningga foydaliq bo'l. Foydasi tegmaydigan kishini o'zingdan yiroqlashtir. Foydaliq kishini qadrla, hurmat qil. Ey Ali, muhim ishlarni uningga topshir. Ey Ali,
Sen için qiladigan ishlar ana shulardir. Bularni ijro qilsang, el ro'naq topadi. Noming yaxshi bo'ladi, o'zing baxt topsan. Seningdan keyin noming, so'zing yodlanib qoladi. Xalq beyiydi, el saltanat ro'naq topadi. Xolig'iningcha xazina to'play olaysan. Samimiy, mehribon kishi nima deydi angla. Uning samimiligi so'ziga mos keladi. Qaysi elning begi yaxshi va to'g'ri bo'lsa, shu elning xalqi beyiydi, kuni tug'idi. Xalqning boyligi beg uchunmi boyliqdir. Xohlasang uni olasan, xohlasang buni. Shahar kentlardagi o'g'rilarni yo'qotqin. Musofir karvonlarni omon yuradigan qil. El ichida xalqqa zulm qiladiganlarni yo'qot. Chet yoqi joylardagi qaroqchilarni tozala. Yamonning peylini jazo bilan tuzat. Yamonga yomon yarashidi, senmi shundoq qil. Ey tosh yurak, yaxshilarning ozodi yuralishi uchun yomonlarni yo zanjirda yoki zindonda tutish kerak. Buningdan boshqa eldagi xalqlar bir necha turlik bo'ladi. Bularni ayirib farqlantirib turish kerak, yo'li ochiq bo'lsin. Ularning biri bilimlik olimlardir. Bu olimlar bilan kishilar baxt davlatga erishadi. Bularni qadrla, nima desa shuni qil. Shariat yo'lini tutib rad qilma, egil. Bularning yemak ichmakini, haqqini o'ksitma. Ta'minlab tur, muhtojlikka tushmasin ey hokim. Ular ko'ngil ozodaligi bilan boshqalarga o'rgatsin. Bilimsizlar ulardan o'rgansin. Bulardan keyin muhtasiblar turadi. Bularning huquqi kuchlik bo'lishi kerak, ey qudratlik. Fosiq, bekochi, bezodilarni qisib tutsin, masjid jamoatlarini to'liqlasin. Ondan keyingi tabaqa sana xizmat qilguvchilar bo'lib, qattiq tutmasang, ular isyon ko'taradi. Bular yuk ko'tarmaydi. Bularning yuk mushaqqatini o'zing ko'tarishingga to'g'ri keladi. Bulardan qolsa avom xalq turadi. Bularga adolat bilan yaxshi qarash kerak. Bularmi 3 tabaqaga bo'linadi. Buni farqlantirish kerak. Zulm qilma, zulm qilsang alga jut keladi. Bulardan biri baylardir. Xalqning kuchdagi ashula ey qudratlik. Qara, bulardan keyingisi o'tir hal kishilar bo'lib, o'tir hallar baylar qilgan ishni qilolmaydi. Kambag'allar bulardan keyin turadi. Hammadan avval bularni astirash kerak. Baylarning yukini o'tir hallarga yuklamaslik kerak. Unda qilsang o'tir hallar buziladi, holidan ketadi. Kambag'allarga o'tir hallarning yukini artmaslik kerak. Unda qilsang kambag'allar ochdan o'ladi, yiltizi uziladi. Kambag'allarni astirsa o'tir hal bo'ladi. O'tir hallar o'zini o'ngshib olsa, boylikqa erishadi. Kambag'allar o'tir hal bo'lsa, o'tir hallar beyiydi, o'tir hallar beyisa, eling boyliqqa to'ladi. El ro'naq tepib, xalq rohatga erishadi. Shu zamonda sen duoga ega bo'lasan. Uch ordu xoni nima deydi angla. Nomingning yaxshi bo'lishini izdigin ey o'lguch. Kimning yaxshi nom bilan jini chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomli yodlanadi. O'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot yashagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. Qara, o'zing o'lasan, yaxshi noming qelishi kerak. Kishi o'ladi, yaxshi nomi qolsa, mangu yashaydi. Qara, senda ra'iyatning, ya'ni puhroning 3 haqqi bor. Bu haqni ado qil, sen zulm qilma. Biri elingda ko'mishni sap tut. Tarkibini nazorat qil, ey bilimlik. Yana biri xalqqa adil qonun yurgiz. Birining ikkinchi biriga zulm qilishiga yo'l qo'yma, ularni qo'g'da. Üçüncüsü, barliq yo'llarning omonligini saqla. Qaroqchi, bulongchilarni pak-pokiz tozala. Shunda qilganda
ra'iyatning haqqini o'tagan bo'lasan. Ondan keyin sen haqqingni talab qil, ey saxiy hukmdor. Ra'iyat ustidimi sening 3 haqqing bor. Bularni ulardan talab qilish kerak, yaxshiroq angla. Biri yorliqingni hurmat qilsin. Nima degan bo'lsang, darhol shuni ijro qilsin. Yana biri xazina haqqini tutib qolmasin. Uni o'z vaqtida yetkazsin, ey saxiy. Üçüncüsü, düşmanga düşman bo'lsin, kimni yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rsin. Shunda qilganda, sen o'z haqqingni olgan bo'lasan. Ularmi o'z haqqini ado qilgan bo'ladi. Bag o'z ishlarini ana shundoq yurgizishi kerak. Ra'iyatmi xuddi shundoq bo'lishi kerak, ey ulug'. Xalq begining yaxshiligiga ega bo'lsa, ondan bag xotirjam bo'ladi va shuhrat qozonadi. Ey Ali, seni ikki olam baxtga yetkazadigan ta'lay ana shudir. Bulardan boshqa olim donolar dast turib, xalqqa bilim bersin, nazorat qilsin. Yana muhtasiblarning huquqi kuchlik bo'lsin. Jamoat ishini kezib, yomonlarni yig'sin. Savdogarlar omonatlarini ehtiyot qilsin, hunarvallar nasihatlarini qilib tursin. Dehqonlar dehqonchilikqa mahir bo'lsin. Chorvachilar chorvalarni ko'paysin. Endi sening xizmatingni qiladigan askar xodimlar qoldi. Bular dushmanga, bo'riga qarshi yurish qilguchilardir. Bularni xushal qilib, mol hadiya qil. Diqqat qil, ularni boshqa ishlarga band qilma. Foydaliq bo'lish darajasiga qarab, ularni qadrla, ihson qil. Mol dunyo bilan beytqin, kuchini oshir. Ular dushmanga, bo'riga qarshi to'liq tayyorlansin. Do'stlarga yor yo'lak bo'lib, dushmanga o'lim bersin. Shundoq qilgandilar, hamma do'stlaring tanlanib chiqadi. Barliq ishlaring pokiz o'rindiladi, ro'naq topadi. Ikki dunyo yaxshiligi sening bo'ladi. Xudoyimning so'yinchisiga ega bo'lasan. Qarag'ana, adolat degan musho, to'g'ri, adil bo'l. Bu adolat seni tilakingga yetkazadi. Adilliqing uchun Tangri seni yaxshi ko'radi. Adillikdan boshqa xalqqa o'shmanlik qilma. Dili yo'ruq kishi nima deydi angla. Buning ma'nosi o'ylab qarasang bu so'zga guvohdir. To'g'riligi uchun osmon oyoqda tik tura oladi. Tavrimganligi uchun yerda cho'p ziroat unidi. O'zgarmay to'g'ri tur, dilingni to'g'ri tut. To'g'ri odam ikkili dunyoda adolatga erishadi. Ey Ali, mening bilganlarim mana shular. İçim va teshimdagi hammani sana bayon qildim. Ikkili dunyoda foydali bo'lgan so'z shu edi. Bularni men sana aytib berdim. Bu dunyoning halovati va yaxshi nom, dunyo oxiratmi hammasi sening bo'lsin. Bu dunyoning mol dunyosi hammasi qoladi. O'zing o'lib ketsangmi, yaxshi noming qolsin. Buningga taqlid qilib, bilim yaxshi so'z degan. Söz ma'nosi bilan uning o'xshatib shundoq degan. O'zim o'lsammi o'lay, nomim yaxshi bo'lsin. Tirik oxir o'ludi, nomim qolsin. Tirishib yaxshilik qilgin, yaxshi nom izda, yaxshi noming bilan mangu tirik qol. Ali bu so'zlarni anglab qattiq so'yindi. Ko'zi ochildi, dili yo'ridi, huzurlandi. Ali'nin ögdülmüşki cevabı. Ali ögdülmüşni köp alqışladı, maqtadı. Va dedi, sen özün bilgenlerini sözledin. Bugünden başlap Xudo tavfiq bersin. Sen aytgan bu sözlerini astoydil ko'nglimda tutay. Rabbim sendek yordamchini menga ato qildi. Tilisam tilikimni beradi deb umid qilaman. Xudo sening barliq orzu tilaklaringni bersin. Orzularimni tugal bayon qilding, ey yaxshi donishman. Bugundan boshlab sen mehribonlik bilan menga yordam qil, ey ko'nglimga yaqin. Sana haqiqiy ishonaman va ishonch bog'layman. So'zingni mendan yoshirma, ey xushchiroy.
quyosh meni qandoq yoritgan bo'lsa, senmi kunlarimni shundoq yoritding. Seni sarmoyam deb hisoblayman. Ko'ngil bergan tili va dili bilan yaqin bo'lgan kishi bek yaxshi so'zlarni aytgan. Ko'ngling kimga ishonsa, shuni aynak qil. O'zimni ko'ray deb uni oldingda qo'y. Samimiy kishi odamga aynak bo'ladi. Uniga qarab odam xulq mijozini tuziyalaydi. Kimning ko'ngli kimga haqiqiy yaqin bo'lsa, uningga ishonish, o'ziga haqiqiy yaqin tutish kerak. Ishongan kishiga sir aytish kerak. Ishongan kishi sir aytsa, mahkam saqlash kerak. Qara, o'gdilmish Aligning so'zlarini angladi. So'yindi, xo'p deb tabassum qildi. Alig so'zini tugatdi, o'zi hayajonlandi. O'gdilmish o'rnidan turib, u yerdan chiqdi. Alig shundan boshlab rohatni tashladi. Ko'p mushaqqat chekib, elini ratga soldi, tuzatdi. Yomonlarni yiroqlashtirdi, yaxshilarni to'pladi. Va ularni o'ziga yaqinlashtirib vazifa berdi. Xalq tuzaldi va eli tozlandi. Yil oy kunlar tinch o'tdi, halovatga erishdi. Al foydasi bilan hayot lazzatli bo'ldi. Xalq halovatga xushal bo'lib, shodlik bilan kuldi. Alig o'gdilmishni nihoyat qadrladi. Ishinib, hamma ishini uningga topshirdi. Shundoq qilib o'gdilmish bir necha vaqt yurdi. Alam qayg'u bilan yana bearam bo'ldi. O'zini va ish harakatlarini kuzatdi. Hayotini va yigitlikini zoya qilayotganligini bayqadi. Ko'ngli ko'ksi yo'ridi, ko'zi echildi. Ko'nglini butunlay pok qilishni orzu qildi. Yetmiş üçüncü. O'gdilmishning o'tib ketgan hayotiga echinib tavba qilganligi aytiladi. O'gdilmish shundoq dedi. Men behud holda shodlanib yurdim. Hayotim g'aflat ichida behuda o'tdi. Hayot kuch-quvvati mendan ketmoqda. Tetikligimni yo'qotib, qo'limga hasa olmoqdaman. U pushaymon qilib dedi. Esit, kunlarim o'tib ketdi. Ömrüm tügüməkdə, keçilerim qarayışqa başladı. Men kalıdek nazu nimetlerini yedim. Bilip bilmey bir kalıdek yaşadım. Yana dedi. Men behud halda oynap külüp yürüdüm. Küllerimni behudu ötküzüp ettim. Mendin yigitlikning kuch quvvati ketdi. Emdi köyüp tutap yigitlikka echinemen. Hayatlık ocuqdi, ölüm yıqıllaşdı. Ölümge çare yok, unundun qutuluş yolu mu yok. Çeçim şunqar peylerde külrang tuske kirdi. Saqılım küzüde gazan boğan gül bergege aylandı. 32 tişim aq unçidek idi. Emdi yipi üzülüp bir-birlep çeçildi. Közlerim bir küllük yerini köretti. Emdi xiralaşdı. Oldimdagi kishini ko'ranmayman. Quloq tutsam yiroq ovozlarni anglaytdim. Bugun qo'l bilan ishorat qilib so'zlashadigan bo'lib qoldim. Beshim quzg'un tusidek qop-qora edi. Endi boshqa oqqu qo'ndi, yeshim yetildi. Endi men Xudo oldiga qaytadigan bo'ldim. Gunohlarim uchun faryod chekib yig'lashim kerak. Men Xudo oldiga boradigan bo'ldim. Gunohlarim uchun o'zri so'rashim kerak. Endi yaramas ishlarni tashlab, ko'nglimni bulg'inishlardan pok qilishim kerak. O'gdilmish o'rnidan turib tavba qilmoqchi. Xudoga sig'inib gunohlarini tilamoqchi bo'ldi. Lekin o'ylanib qoldi va shundoq dedi. Oldiramay.
Aldırangılık ziyallıqdır, undaq qınmay. Aldı bilen bu iş üstüde məsləhətləşiş gerek. Yaramas işlarni özümdün çetleştirişim gerek. Her qandaq işni məsləhət bilen bilip qilish gerek. Məsləhət qınmağalla işten zarlanıp pişayman qılıdı. Söz mahirleri nime degen anla. Her qandaq işta məsləhət yaxşı çağrıdır. Öz yaqinlaring bilan maslahatlashish kerak. Maslahat bilan har qandaq ish rivoj topadi. Maslahatlashsa kishi o'z ishini o'ngshaydi. Maslahatlashmagan kishi oxiri pushaymon qiladi. Men endi qarindishimning huzuriga boray. Uningga bu ishlarimni maslahat qilay. Yaraydi desa, men bu ishlarni qilay. Bo'lmaydi desa, maslahatim öz joyida qolsin. Kishi öz ishini o'zi to'liq ko'rib bilinmaydi. Boshqalarga tushuntirib aytish kerak. Maslahatlashsa kishining bilimi kengaydi. Maslahatga bilim qo'shilsa, qo'l uzun bo'ladi. Maslahatlashgan kishi nima deydi angla. Kishi o'z ishini maslahat bilan tuttiradi. Nimish qilishing haqida kishilar bilan kengash. Kengashmaydigan kishiga qaytilma, yiroqlash. Qandaqli ishni qilmoqchi bo'lsang, kengashib andin qil. Tilak orzularingni kengash bilan amalga oshir. Oqshimi yetib qoldi, atiganda turib tahorat oldi. Etini minib Alik huzuriga bordi. Ruxsat so'rab Alikning oldiga kirdi. Alik uni hurmat qilib o'rin ko'rsatdi. O'gdilmishning Alikka savoli. Alikka bayon qilib dedi: "Men bugun qarindishimni qizg'in ziyorat qilmoqchiman. Agar ijozat berilsa, u yerga borsam, ziyorat qilib, ondan qaytib kelsam." Alikning o'gdilmishga javobi: "Alik dedi: "Bag'in, mendan uningga salom yetkazib qo'y, ey komil bilimlik. Xudoga ixlos bilan ibodat qilgan paytlarida duoda meni unutmasin. Xudodan gunohlarimni tilasin. Duo bilan Xudo gunohlarimni kechirsa ajab emas." O'gdilmish xo'p deb u yerdan chiqdi. Uyga yetib keldi, chiroyi ichildi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Quyosh yoqut rangini zafronga o'zgartdi. Osmon qopqini turib yuzini qaraytdi. Barcha kishilarning ko'zini bog'ladi. Namoz o'qidi, to'shakka kirib yotdi. Biroz hordiq elib, xeyli uxladi. Ba'zida uxladi, ba'zida o'yg'oq xiyol surib yotdi. Xiyoli uni yotqizmadi. Yana o'rnidan turib ketdi. Yana to'shak silib yotdi, uzun uxladi. O'zi yolg'izlikda cho'chib uyg'onib ketdi. Keyin ikkili ko'zi zodi yumilmadi. Xiyol surib o'yg'oq yotdi, o'zi zerikdi. Qarasa, sharqdan qora qush chiqib, ushqunga o'xshash yerdan ko'tarilishga boshladi. Keyin yildirik bilan ayg'ir yo'radi. O'zidan belgi berib, arantir sabki tizildi. Sukich o'rlab osmonga ko'tarildi. Sura ibrini o'qib sayrashga boshladi. Sharqqa qaradi. Quyosh beshi ko'tarilibdi. Yerdan yuqoriga qarab o'rlabdi. Quyosh sho'lasi putoqlanib nayzadak yuqoriga yeyildi. Osmon yuzi cho'g'dak yolqulladi. Dunyo so'yimlik yor kulkisidek yo'rib ketdi. Qayg'ular yo'qolib, shodlik boshlandi. O'gdilmish o'rnidan turdi. Tahorat elib namoz o'qidi. Etini mindi va taqqa qarab yuzlandi. Berib etidan tushdi, darvozani qoqdi. Qarindishi ibodatini qo'yib darvozani ochdi. O'gdilmish uni ko'rib salom qildi. O'dg'irmish salomiga javob yondirdi. Qo'l tutishib uyga kirishdi. Qarindishi so'z boshlab shundoq dedi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli: "Ey qarindishim, nima uchun kelding so'zla? Sen bilan ko'rishgili teg'i bir oymi bo'lmadi-ku? Ko'nglingni tushkunrak ko'ryapman. Qizil yuzingmi sarg'ayib qolgandek turadi. Qandoq qayg'u keldi, holingni chuk. So'zingni menga ayt, ig'iz och."
Ögdilmişning o'dg'urmishqa javobi. Ögdilmish javob berib dedi: Ey qarindosh, zaman o'qi ko'ksimga tagdi, dilimni yaraladi. Zaman pand nasihat berib ko'zni ochsa, o'lgan ko'ngilmi tiriladi ekan. G'aflatli qolganim uchun ko'nglim uyquda edi. Zaman nasihati meni uyg'otdi. Ko'ngil ko'zi bilan qarab, o'zimni sinab ko'rdim. To'g'ri yo'ldan ozg'onligimga ajablandim. Hayot oxirlashdi, yukim ig'irlashdi. Gunohlardan qaytish paytim keldi. Hayotim davomida kishilarga xizmat qildim. Xudoning ibodati qilib qoldi, bexud bo'lib uxladim. Dunyo o'tiyverdi, hayotmi o'tiyverdi. Qara, bu dunyo qoladi, hayot tugaydi. Yashash uchun dunyoga intildim. Ömrüm oxirlashdi. Endi bu past dunyo nimaga kerak? Shuningdek, bugungi kunimni o'tib. Kelgusi tunimga erishalamammi? Chechim kuzdagi gul bargidek g'azon bo'ldi. Soqilim shunqar yipidek kumush tusga kirdi. Men atki tayyorligimni qilishim kerak. Oxiratlik ishlarim tayyorlansin, ey aqlliq. Buningga taqlidan munu so'z aytilgan. Bu so'zga amal qil, ey ko'nglutus. O'tgan hayotimga pushaymon qilaman. Qolgan kunlarim qanchlikkin, ey oy yuzlikim. Eset, yigitlik kunlarim behuda o'tdi. Endi kelgusi tunim behuda bo'lmasin. Bilimlik, zerek kishi menga shundoq dedi. Ati bo'ladigan ishga bugun tayyorlik qil. Bexud bo'lma, ibodat ishlarini bugun qil. Bugun qilsang, atiki ishing hozirlangan bo'ladi. Qoladek yeb ichib bekor yurdim. Endi o'zimni osh tashnolikqa salay. Vujudim ko'p nozu ne'matlarni yeb samridi. Payt keldi. Bugun uni o'riqlatishim kerak. Ko'p halovatli yashadi. Teliginichi bo'ldi. Endi bugundan boshlab o'ri tursin. Nurg'un kishilarni o'ziga dushman qildi. Ularni xushal qilay, tadbirini ko'ray. Kishilarga ko'p qo'l tekkizdim, til surdim. Bugun tilim ular uchun o'zri so'rasin. Men uzun vaqt kishilarni ayblab yurdim. Endi o'zimni ayblay, ey aziz. Men egamdan qochgan, yomon qochqonman. Bütün barliqim ko'p gunoh qilibdi. Bugun tova bilan o'zimga yanay. O'zimni tushunay. Egamdan o'z gunohim uchun o'zri so'ray. O'lim yoqamni tutmasda ibodat qilay. O'lim yepsa ibodat qilinmay qoladi. Bilimi bak cho'nqur kishi nima deydi angla. U sana nasihat qilyotidi, ey dili qattiq. O'limdan burun paylingdan qayt, o'zingni yig'. O'lim yepishqanda foydasiz pushaymonni qilma. O'limingni unutma, tavbaga hozirlan. Bexud bo'lma, o'lim kelib bir kuni yaqindan tutadi. Yigitlik mezgilingda ibodat qilib ol. Qiyrilik yetib kelganda hamma kuch-quvvat ketadi. Hayotni qadrla, oldirab ibodat qil. O'lim yaqinni tutmasda diqqat qil, sagak bo'l. O'lim yetib kelmasda sagak bo'l, o'zingni saqla. O'lim yetib kelsa, sagak bo'laman deyishning foydasi yo'q. Mana endi u yerdan chiqib sening oldingga keldim. Yaxshi o'ylab bu ishga maslahat bergin. Sen mening mehribon qarindishimsan. Buning amali qandoq, menga aytib ber, ey qahramon.
74. O'dg'irmishning o'gdilmishga maslahat berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, so'zimni anglag'in, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan, Xudo tavfiq berib ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikla emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkazish kerak. Bulardan biri men aytay, sen angla. Yaraydig'inini ko'rib bil, andin amal qil. Hozircha u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun seningdan alga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzaversang, qarg'ish, so'kishga qolasan. Qara, Ali al ishida qo'lingni uzun qildi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilayotsan, noming tonildi. Xalq halovatga yetishdi, al ro'naq topdi. Ra'iyat tinmay duo qilmoqda. Foydali kishi nima deydi angla. Foydali kishi kishilarning beshidir. Qara, kishilar orasida haqiqiy kishi shuki, uningdan xalq foyda ko'radi. Foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi. Foydali kishilarning foydasi alni to'ldiradi. Kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa, dunyoda hamma ishi tiligidek bo'ladi. Yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi. İşini amalga oshirolmasimi, savobga erishadi. Tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi. Al xalqi sandan xushal bo'ladi. Qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa, yomonlar yeli nayranglarni qo'yib eldan yo'q qiladi. Bularni tashlab sen bu yerga kelsang, u ishlar buziladi, o'zing pushaymon qilasan. Bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi. Elmi buzulup qaddini rostlayolmaydi. Sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashidi. Xalqingni yig'latib birdammi tinchlik bermaydi. Yomon odam aligni yomon yo'lga boshlaydi. Yomonlar ish qilib yomon iz qoldiradi. Bir Xudo sendan buni so'raydi. Xudoning so'riqi bor, yaxshi nomingni saqla. Yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak. Yomonlik qilg'uchilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Qiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi angla. U sana nasihat qiladi, buni unutma. Yomonlarga qaytilma, qonunni buzma. Yomonlik qilg'uchiga yo'l qo'yma. O'zing yaxshilik qil, yaxshi qonunni yo'lga qo'y. Ikkili dunyoda yomonlik ko'rmay yashaysan. Xudo sana yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi. Har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi. Bu yaxshiliklarni nemishqa buzasan? Ey dili sagak, buningdan sana ziyon tegadi. Sen el foydasini buzib, o'z foydangni tashlab bu yerga kelib nima yaxshilik tilaysan? Men bu yer yaxshiroq deganligimni o'zim sana tushuntirib beray, ey chiroyliqim. Men dunyo davlat tilamadim. Orzu tilaklarga ko'ngil bermadim. Xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim. Yoki baglar bilan orlashishning yo'llarini o'rganmadim. Bu dunyo mol-mulklarini ko'rginim yo'q. Yoki kishilarning yaxshi-yomon ahvolini bilginim yo'q. Bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi. Kishi oltin kumushni ko'migan bo'lsa, bir ko'ribla qiliqlarini o'zgarsa, ming la'natga qoladi. Angla, savdogarlar boshliqi dunyoni kezgan qiton karvini nima deydi? Kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa, beyg'ondan keyin yaxshi qiliqlarni tashlaydi. Agar bir kambag'al boy bo'lib qolsa, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgarib ketadi. Baxtga erishmagan odam birdilla baxtga yetishsa, bag'on siri qiliqi buzilib, elga ofat keltiradi. Alik bo'lmagan odam elga alik bo'lsa, xalqi zulm qo'lini sunudi, til tekkizudi. Sen bugun tamamen dunyo va davlatga yetishding. Ko'nglingni besib, orzu havaslardan o'zingni saqlading. Ko'zing to'ydi, ham ko'nglingni to'xtatding.
Alik bilan billi yaxshi yo'lda mengib Bularning hammasi Xudo sana bergan fazilatdir. Sana barcha yaxshiliklarni ato qildi, yuzingni yo'riq qildi. Yetmiş beşinci. To'g'rilikqa to'g'rilik, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilar bir xilidir, yana bir xilini tushuntirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi, nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega ay aziz. Dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikka yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning urug'i dadasidan tortib esil bo'lsa, uningdan yaxshilik elga foyda keladi. Ana o'g'rilikchi shahvatlanib haromdan o'g'il tug'sa, u elga ofat keltiradi. Aligning yaxshiliklariga nazar sol. Sen uning ne'matlariga, maishatlariga erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga Alig sabab bo'ldi, eshiklar ochildi. Seni nom va unvon bilan ulug' qildi. Yaxshilik qilishing uchun sana eshik ochib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Buningga javob berish kerak emasmi, ey dilkash? Ey qarindosh, men so'zni qo'pol so'zladim. Ranjima, xafanma. Ko'nglingni bearam qilma. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, ko'nglingga ochiq tegadi. Hazm qilsa, uning foydasi lazzat beradi. Qatiq tegsimi, qo'pol so'zga g'azablanma. To'g'ri so'z qo'poldir, buningdan ranjima. Buningga taqlid qilib, bunu so'zni aytay. Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq, qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsa-mu, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egalading, yuzingni yo'riq qildi. Alig seni o'z tarbiyasiga oldi, parvish qildi. Uning sababi bilan sen odamlar qatoriga qo'shilding. Bu qul kinizaklar, ot org'amoq, yer suv hammasi Alig tarafidan berilib, davlat ishiking ochildi. Ko'p yaxshiliklarga, nozu ne'matlarga ega bo'lding. Elde naming yeyildi, shuhrat topding. Endi buning ta'tirisichi maydonda turib, dushmandek yuz o'risang, sana yarashamı? Paydang tegadigan mezgilda, sen u yerdan qechib, chatib tursang, uning ko'ngli echinib qoladi. Sana Alig ko'p yaxshiliklarni qildi. Uningga javob berish kerak emasmi, ey shuhratlik? Kishilar seni ko'rganda olqishlab maqtasin. Elde vafodor degan noming tarqalsin. Kishilarning yaxshisi nima deydi angla. Chin kishining belgisi odamgarchilik qilishdir. Ey yigit, odamgarchilik qil, ulug' kishi bo'l. Kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak. Kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l. O'zingga odamiy degan maqtashlik nomni ol. Sana Alig 1000 barobar yaxshilik qildi. Sen mi yaxshilikka yaxshilik bilan javob ber. Yaxshilikka javob bera oladigan kishi yaxshi kishidir. Xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir. Bilimsiz, nodon bir kichik o'g'il eding. U seni yo'lab baxt pallasiga ko'tirdi. Endi uningga jon teningni pido qil.
Uxlab yatma, kech kunduz uning ishini qil. U yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin. Xudo sanga yaxshi javob qaytarg'isi. Mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi? Angla, ey ko'ngli yaqin. Sen kimning ishini yesang, shuning ishini qil. İşini halal yegen, mehribonlikqa oshadi. Mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib, yegizgan kishiga beshini pido qiladi. Orzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding. Bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq bo'l. Yepak to'nkayding, o'zingni tava durdun bilan yo'giding. Sana hasad qilg'uvchilarning sana qarab ko'zi qamashdi. Endi sen alayga yaxshi nom keltir. Düşmanlar ko'rib o'rtansin, yatla bo'yin egsin. Halovat ichida ko'p orzu ne'matlarga ega bo'lding. Buqidek samirib, bo'yin ko'ksingni ko'tirding. Endi Alikning ishiga kuchingni sarf qil. Yaxshi duoga ega bo'l, uzun yasha. Dunyo mollarini to'plading, boy bo'lding. Yo'rg'a arg'amoqlarni, sop nasllik taylarni minding. Bu narsalarni Alikka pido qil, ishlat. Tilaklarini topsin, yuzini yo'ruq qilsin. Alik bugun rohat farog'at bilan taxtga minsin. Dushmanlari uzoq to'lg'inib yer upsin. Alik qo'lingni uzun, so'zingni ravon qildi. Yaxshi ko'radiganlarmi, yaxshi ko'rmaydiganlarmi sana arzini aytdi. Sen endi ko'proq duo qil, ey yaxshi birodar. Davlat sana yar bo'lsin, ömrün uzun bo'lsin. Esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi. Uning nomi dunyoda mangu qoladi. Arabcha yaxshi bir so'z aytilgan. Bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi. Qara, kishining asliga uning harakati guvoh. Harakati qandoq bo'lsa, aslimi shundoq bo'ladi. Kimning asli yaxshi bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Yomonning asliga uning o'zi harakati guvohdir. Ey xushbeil, Alik peylini o'zgartsa, uni takror to'g'ri yo'lga boshla, bilim bilan yondir. Barliq yaxshiliklarga Alik bosh bo'ldi. Bu yaxshiliklarni tashlab, o'zingni chatlashtirma. Menga ishinib maslahat solding. Bilganlarimning hammasini sana aytdim. Mening aytqanlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtirib-ku, ishlaring oydinlashadi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va dedi: "Ey qarindosh, ulug' odam shundoq bo'lishi kerak. Bugun so'zlarni bak yaxshi aytding. Bu so'zlar mendik tugunni yashdi. Bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi. Sen pardini ochib, menga ro'shan so'zlading. Men endi bu orzu tilaklarimni tashladim, faqat Xudoyimni menga orq tirak bo'lsin. Egam meni himoya qilib, dilimni ro'slag'ay, paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay. Duo bilan yor yo'lak bo'l, yordam qil. Meni unutma, o'zimni sana topshirdim." O'gdilmish so'zini tugitib, o'rnidan qopdi. Esallashib, etig'i mindida qaytib keldi. Uyiga kelib etidan tushdi, uyga kirdi. G'iza tomoq yedi, biroz demini oldi. Osmon chechini to'van tushirdi, yo'ruq yuzini yopdi. Osmon tul kiyimini kiyib, belini bog'ladi. Quyosh o'rimchashlarini chuvgandek bo'ldi. Dunyo qo'yni tiyin va qomi tusiga kirdi. O'rin soldi. Biroz tinchlanib yotdi. Biroz vaqt rohatlanib tatliq uxladi. Uyg'onib beshini ko'tarib atrofga qaradi. Osmon qiz kulgandek tishini ko'stib tabassum qildi. Quyosh beshini ko'tarib qaytadan yuzini ochdi. Dunyoning hamma tarafi oq-qu rangiga kirdi. O'gdilmish oldirab o'rnidan turdi. Tahorat elib bomdod namozini o'qidi, nashti qildi. Etini minib yana saroyga bordi. Etidan tushib to'p-to'g'ri Alik huzuriga kirdi. Alikning o'gdilmishga savoli:
Ali uningdan o'dg'irmishni so'radi. U komil inson tinch aman bormi dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan aman qiladi. İnsan duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer falokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi. Bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi. Qarindishim bugun u yerda yolg'izlikda, muhtojlikda bizga duo qilmoqda. Bizdan g'ofilroq yana kim bo'lsin? Gunohni biz qilamiz, u biz uchun duo qiladi. Bugun u alayka mehribonlik va dili yaqinlik bilan uzmay duo qilmoqda. Uningdan mehribon yana kim bor? O'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda. Ey alay, bizdan g'ofilroq kim bor? Ömrümüz bekor o'tib ketdi. İbadetga qo'limiz tegmadi. Vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib, rohat halovatda yotmoqdimiz. Vujudimiz oxir o'lib, qurt yilonga yem bo'ladi. Jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi. Aqllar nima deydi angla. Bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam. Vujud samrisa, qurt yilonga yem bo'lishi aniq. O'z shodligingni desang, o'tkinchi mehmonsan. Bu hayot tushdek o'tib ketadi, yo'q qiladi. Hayotlikning o'tib ketishiga o'tayotgan kunlar guvohdir. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi. Ey dana, o'zini qandoq tutish va qandoq ko'zatish kerak. Men uchun sendun mehribonroq kishi yo'q. Sana tamamen ishonaman va ishonch qilaman. Men mana uy ichida g'aflatda yotmoqdaman. İşlerimning hammasi tashqarida ey bilimi komil. Sen ko'zim ham quloqim, angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chora ko'y. Mendin yor yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. Meni avora qilmay, menga orom bergin, ishini bir taraf qilib. Zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin. Bilimsiz nadonlar yo'qolsin, bilim qolsin. Xalq beysin, am ilm rivoj topsin. Bu tilim uning uchun shukr desin. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey bag, Xudo tavfiq bersin, ey insonlarning yaxshisi. Qara, telekim hamda ehtiyojim shuki, Tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ochib bersin. Alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin. Barliq mushaqqat, bosh og'riqi mangli qolsin. Men endi o'zimni sana pido qildim. Sen rohat ichida yasha, ey al-uluqi. Bir hojitim bor. Bugun seningdan so'rayman. Uni sen xushallik va idrok bilan ravo qil. Bilasanki, baglar kimni yaqin tutsa, kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi. Meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi, teqimchilar chaqsa qopqing turiladi. Jasur qahramon kishi nima deydi angla. U bu pand nasihatni bilib so'zlagan. Kishining ko'ngli go'shtur, u hidlab qoladi, buziladi. Uni bak asrash kerak, ey irodali kishi. Cheqimchilikni xohlamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsa-mu, g'ayvatxo'rlar orasiga kirsa, savr qilolmaydi, fikri o'zgaradi. Naqadar aqlliq, sagak bag bo'lsa-mu, cheqimchilar yaqin bo'lsa, uningga malollik keltiradi. Ko'ngil bagdur, vujud bo'lsa uningga qul asridir. So'zga goyida isiydi, goyida soviydi.
Kişinin tabiiyeti 4 xil bo'lib, o'zaro dushmandir. Biri kuldirudi, biri janjal majra tug'dirudi. Biri oldirasa, yana biri ig'ri besiqlikni xohlaydi. Biri kulsa, yana biri yig'lashga boshlaydi. Xushal bo'ldim deganda qayg'u keltiradi. Qayg'urdim deganda shod kuldiradi. Ey baxtlik Ali, men shuningdan ansiraymanki, cheqimchi, ya'ni odamiy ishtla cheqishtirib qolsa, diling ranjiydi, menga ta'tur qarab qolasan. Xizmatim bekor bo'ladi, yuzingni o'raysan. Tilekim va iltimosim shu. Meni kim cheqishtirsa, mendan ahvolni so'rag'in. Tegiga yetkichi so'rishtir, ko'p so'ra. Nima aniqlansa, darhol chora ko'p. Sana kim meni chaqsa, so'zini angla. Rostini yolg'inini so'rag'in. Tegi tahtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytgan ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdanmi yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerda qaytarib et. So'zlarni anglag'in, lekin rost yolg'inini tekshir. Rostini o'zingda qoldir, yolg'inini jazolig'in. Yolg'onchi kishi bilan dunyo buziladi. To'g'ri chin kishini do'st tut, ey huquqdor. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig javob berib dedi: Ey kishi, hojiting tiligining ravo bo'ldi. Qodir Xudo sana odamiylikni ato qildi. Diling, tiling, harakating va nomingmi to'g'ri bo'ldi. Sendan qandoqmi yomon harakat sodir bo'ladi? Sana yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan. Seni menga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandir, ey bilimi kang. Mayli ko'p so'zlisin, mayli oz so'zlisin, ularning so'zini qandoqmi anglayman. Yaxshi bilan yomonni ayrimasa, elde qandoqmi ulug' hokim bo'g'ili bo'ladi. Idrak bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa, qandoqmi xalqni boshqaradigan bag bo'la oladi. Sinalgan kishini yana sinab yursa, kelgusi kunlarda elni qandoqmi boshqara oladi. Agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlandiranmasa, qonun chiqaruvchi qandoqmi orzusiga yetadi. Bugun Xudo seni menga haqiqiy ato qildi. Sen bilan nurg'un chigish tugillar yeshildi. Ortiq mehribonlik, ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding. Non tuz haqqimni ado qilding. Men endi buningga yaxshi javob qaytarishim kerak. Sana nisb bo'lsa, tirikligingda asqetib qola. Odillik bilan xalq ichida donq chiqargan yaxshi kishi nima deydi, angla. Kishilarga munosib odamgarchilik qilguvchi kishilarning yaxshisi sarxili. Kishiga odamgarchiligiga munosib javob qaytur. Ana shundoq javoblik bo'lg'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Alik halovat ko'rsin, alga bilim yetkizsin. Xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin. Orzu tilak, umidlari qo'lga kelsin. Davron uning bo'lsin. U xohlagancha aylansin. Zaman uning tiliginicha o'tiversin. Ey ko'ngli to'g'ri, mijozi kamtar, ishonchlik hokim. Ko'p yasha, omon bo'l, baxtiyor hayot kechirgin. Menga sendan ko'p yaxshiliklar keldi. Qadrlandim, boyliqqa, yemak-ichmak, kiyim-kechakka ega bo'ldim. Mana men xizmat uchun qattiq bel bog'ladim. Xudo tavfiq bersin, ey cho'nqur bilimlik. O'gdilmish yana dedi: Ey baxtlik Ali, Xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi. Xudo baxt berdi, yaxshi nomingni tila. Baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut. Davomliq bag bo'lay desang, ro'shanki, muni 4 narsa kerak. Ondan
bəylikdən bəhrəman bolasan. Birinci, tili toğra, sözü işençlik bolsa. İkinci, elge bəxt beradigan qanun chiqasa. Üçüncü, qo'lini echib sexiy bo'lsa, xalqqa mehribonlik yetkazsa. To'rtinchisi shuki, botur va jasoratlik bo'lib, dushmanning bo'ynini egib, ishni salamjon qilsa. Qaysi bek bu 4 ishni to'liq ado qilmasa, shuningdan keyin elga ixtilof tushidi. Bəylikning uli va yiltizi shulardan iborat. Yaxshi baglarning yo'li izmi shudur. Yo'lingni buzma, shu iz bo'yicha mang. Sendin burunqilarning yo'limi shu edi. Qaysi beg bu yo'lni tashlab chatnab ketsa, baglikini buzudi, o'ngishlikqa ega bo'lolmaydi. Ey Ali, buni 3 turli kishini qadrla. Buni sana aytay, zihningni qo'yib angla. Birinchisi jasur margan, quruch yuraklik yigit. Bundaqla qilich bilan alga ko'p foyda keltiradi. Ikkinchisi dana bilimlik al hokimlari. Bular kengashga foydali, ishni ro'naq topqizadi. Uchinchisi zerak va chiroyli yozadigan katiblar bo'lib, kirim chiqim hisobini bilsa, xazinini to'ldiradi. Sen bularni ayrimcha boshqalardan farqlantirib tut. Foydasiga munosib holda qadrla, in'am qil. Hamma ishlaring tartibga tushib, bara-bara rivoj topadi. Elingning kuchi ortadi, yering kengayadi. Noming yaxshi bo'ladi, shuhrating chiqadi. Dunyo xalqi yuzingni ko'rishga intiladi. Kishilarning donosi bek yaxshi aytganki, odam o'lsimi nomining yaxshiligi o'lmaydi. Qarag'ana, kishining nomi yaxshi bo'lsa, o'zi o'lsimi nomi o'lmaydi. Bu nima degan yaxshi? Yaxshi nomga ega bo'lgan kishi o'lib qora yer qetida chirib yotsimi, uni tirik hisobla. Tiriklikni izdama, yaxshi nom chiqarishni izda. Noming yaxshi bo'lsa, tirik va shod yashag'ing shu. Qandoq yashash va qandoq yaxshilik qilish kerak? Buni menga aytib ba, ey bilimlik dana. Haqiqiy yaxshilik chillik va to'g'rilikdir. Yaxshilikning o'zi hayotlikdir. Kimki yaxshilik bilan harakat qilsa, tirik yashagan bo'ladi. Kimiki yomonlik bilan harakat qilsa, tirik turib o'lgan bo'ladi. Dunyo o'tib ketadi, yaxshi ish harakat mangu qoladi. Yaxshi qiliq bilan yaxshi odat yo'qolmaydi. Bevafo dunyo sendan yuz o'riganda, asqatidig'ini qilgan yaxshiliqingdir ey qo'zam. Ey Ali, bu dunyoga heris bo'lma. U vafo qilmaydi, buni yaxshi bil. Bu dunyo ishlarini bir o'yin hisobla. Oyoqlashishini xohlasang, yangi boshlanishini ko'ztadi. O'yinga qetilma, sagak bo'l ey qudratlik. O'yinga qetilsang, bo'yning bog'lanadi. Diqqat qilsang, kitobda bak yaxshi yozilgan. Bu so'zlarni unutma ey dili zerak. Qara, bu dunyoning ishlari bir heli nayrangdir. Nayranga aralashma, buning nima keragi bor? Egangning buyrug'ini o'rinda o'z qulluqingni qil. Agar unda qilmasang, beshingning ketishi aniq. Ey Ali, mening bilganlarim ana shular edi. İçim ve teşimdeki hammini sana bayan qildim. Sözümni anglasang angla, agar anglamasang va menga ishonmasang, shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan. Alining o'gdilmishga javobi. Ali aytdi: "Ko'nglimni tuz tutib, bu ishga Xudodan tavfiq tilayman. Talab qilsa, Xudo yordam madad beradi. Men uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa, sen yo'rtib be. G'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat. Sagak bo'l, quloq, ko'zingni ishtik qil. Kuching yetishicha ishla, menga yo'lanma. Yana ba'zi ishlar qolsa,
sana yordamlashaman. Ali sözünü tügetti, ağzını yumdu. Ögdilmiş asta o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Etini minib yana uyiga keldi. Uyiga kirib to'nini yashdi. Kechida uxladi, ertiganda yana otlanib saroyga bordi, etidan tushib ichkari kirdi. Shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi. Tik turib nurg'un ishlarni bejirdi. Xalq halovatga yetdi, dunyo tuzaldi. Ali xotirjam bo'ldi, shodlandi. Eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlarga to'ldi. Nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi. Qara, yaxshi qonun nima degan yaxshi? Qonun nizomlar bilan baglik o'ri tura oladi. Xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa, xalqmi, almi hammasi paravon bo'ladi. Xalqmi itoatkor, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, ondan baglarning kuni yo'riq bo'ladi. Bu baglar Xudodan avatilgan yo'l boshlovchilardir. Xalq yaxshi bo'lsa, bagmi yaxshi bo'ladi. Xalq yomonlik qilsa, bagmi yomonlik qiladi. Yomonga yomonlik qilsa, ondan yomon tinadi. Xalq yurish turishini tuzilsa, begimi xuy paylini tuzatadi. Baglar xuy paylini tuzatsa, al tuziladi, tozalanadi. Shunda qilib kun oylar, zamonlar o'tdi. Dunyo go'zallashdi, xalq boy bo'ldi. Tuman tozallar tarqidi, tang yo'ridi. Hamma bulg'inishlar tuzaldi, tozalandi. Ali yana Xudoga shukr qildi. Tuman madhiya bilan hamdu sana o'qidi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 76. O'dg'irmishning kasal bo'lib o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi. Bir kishi turdi, so'zim bor, ko'rishatdim deb ijozat so'rayotdi. O'gdilmishning xizmatchiga savoli. O'gdilmish yana dedi. Berib so'ra. Nima so'zi bor ekan? Nima deydi? O'zi kimkan? Xizmatchining xabarchiga savoli. Xizmatchi yana chiqib xabarchidan nadin kelganligini, tilikini va o'zining kim ekanligini so'radi. Xabarchining xizmatchiga javobi. Bu odam dedi. Meni o'dg'irmish avatdi. So'zim bor. Uning qirindishini ko'ray. Qani? Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi uqib qaytib kirdi. Xabarchining nima deganligini aytdi. Qirindishining ish bilan avatganligini dedi. O'gdilmishning xabarchiga savoli. O'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi. Bu odam uyga kirib uningga salom qildi. O'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi. Tiliking nima? So'zingni ayt, ey dona dedi. Xabarchining o'gdilmishga javobi. U dedi. Meni o'dg'irmish avatdi. Seni kelib menga bir yo'liqsin dedi. Ahvoli ig'irlashdi, hasrat chekib yotadi. Uningga bir yo'liqqin, ey dili yaqin. O'gdilmishning xabarchiga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Kal, bir narsa yegin, ondan billa borayli. Xabarchining o'gdilmishga javobi. Xabarchi unimidi va dedi.
Qerindişingning ahvoli yomonroq, ay bilimli kim, ketib qoladigandek turadi. Men sendan avvalroq baray. Sen aldırmay arqamdan bağın, ay xushbeil. Xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi. O'gdilmish hayron bo'lib, qo'llarini uvulab qoldi. O'rnidan turib, qayg'uli holda uyiga kirdi. Xushalliqi yo'qoldi, hasrati ulg'aydi. Biroz yetib baqdi, uyqusi kelmadi. Bir kecha bir yildek uzab ketdi, yotolmadi. Uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumgan edi, uyqusi qochdi, ko'zidan uyqu yiroqlashdi. Yana o'rnidan turib uzun o'ltirdi. Oltin tong etish uchun o'q yosini batladi. Chimanzorda bulbul xush ovoz bilan sayridi. Ishq ahllari anglab ko'ngli hayajonlandi. O'gdilmish etini minib, qerindishi tarafga mangdi. Ichkariga kirib, qo'l yuzini so'yib ko'rishdi. Qerindishiga qaradi. Putini uzitib yetibdi. Chopinini to'shak, yengini yostiq qilibdi. O'gdilmishning o'dg'irmishqa savoli. O'gdilmish so'radi. Sana nim bo'ldi, ey qarindosh? Seni ko'ribli ko'nglim bir aram bo'ldi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish aytdi. Ey qarindishim, yo'lim ko'rinib qoldi. O'lim tutqoqlikqa tutdi. Ketib qoladigandek qilaman. Sening yuzingni bir ko'ray deb, seni avora qilib bu yerga chaqirdim. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey jinim, inson hayotla bo'lsa, kasalga giribtor bo'lib turadi. Ko'nglingni yomon qilma, tilingni yig'. Kasallik gunohga kafarat bo'ladi. Bilimlik so'zi nima deydi, angla. Bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalug'ichidir. Qara, kasal sen uchun gunohga kafaratdir. Gunohsiz kishi kim? Menga aytib bergunchu. Kishi og'risa, barcha gunohlari to'kiladi. Gunohlari to'kilsa, kishi qutlug' bo'ladi, ey palvon. Barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi. Gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi. Keseling yaxshi bo'la, esan bo'lasan. Gunohlaring tozalanib, savobga ega bo'lasan. Nemishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqarasan? O'lishingni qandoq bilding, ey ko'ngli tuz? O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi. Buning sababi shuki, o'limimni Rabbim tushimda ayon qildi. Ko'rgan tushimdan menga ro'shan bo'ldi. O'limim men uchun tushunishlik bo'ldi, ey palvon. Xudo yaxshi yomonlikni qazoni bildirmoqchi bo'lsa, uyquda yotganda tushida ayon qiladi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Bu so'z ancha yaxshi emas, ey ko'ngli tuz. Kishi kasal bo'lish bilan o'ladigan bo'lsa, yer yuzida tirik odam qolmagan bo'lar edi. Odam bolasi tirikkan, kasal bilan og'riydi. Har bir kasal o'lim bilan hayot yiltizini kesmaydi. Odam yetib uxlasa tush ko'radi. Uni o'rguvchilar yaxshilikqa qaratib ta'bir beradi. Yetmiş yettinci. O'gdilmish o'dg'irmishqa tush ta'birini aytidi. Oldi bilan tush o'rish ilmini yaxshi bilish kerak. Ondan yaxshi o'ylab ta'bir berishga bo'ladi. Tushni o'rish har turlik bo'ladi. Uning hammasini bilish kerak, ey oq ko'ngil. Bilmaydigan kishiga tushini aytib aytma. Biladigan kishiga tushini ayt, ammo kechida aytma. Kechida ko'rgan tushingning ta'biri boshqa. Agar kunduzi tush ko'rsang, ko'rinishi yana boshqadir. Tush ilmiga nazar solsang, sharti bak ko'p.
Aldı bilen bunu bilish, aql ishiltish kerak. Tushni o'z ko'nglingga kelginicha o'rmasliking kerak. Yoki ko'rganlik kishiga aytmasliking kerak. Hamma tushni tush deb o'rayvermaslik kerak. Bu tushning ta'biri bek ko'pdir, ey dona. Tushga ta'bir berma, ta'bir bersang bilim bilan ba. Qiyosan ma'nosi bilan yaxshi selishtirib-ku. Kishi tush ko'rsa, ta'birini so'rashga boradi. Ta'bir berishni bilmasa, tushning foydasi yo'qaydi. Bilimi dengizda kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilib, yuzingni yo'riq qil. Tush ta'birga qaraydi. Tushga yaxshi ta'bir ber, tegi taxtini bilgin, aql bilan qara. Tushni qandoq o'rasang shundoq bo'ladi. Tushni yomonlikqa o'rma, sana ziyni tegadi. Ko'p ishlar bo'ladi-ki, bu yemek içmekka bog'liqdir. Yaramas yemekliklarni yegan bo'lsa, tush qalaymaqon bo'ladi. Yana bir xil tush yil faslga bog'liqdir. Kishining xilitlari kuchayib, tush shuningga tortib ketadi. Yil fasli bahor bo'lib, odam kichik bo'lsa, hammani qizil, yerni qora ko'rsa, ro'shanki uning qani kuchaygan bo'ladi. Uningga aytqin ma'lum miqdorda qon oldirsin. Yil fasli yoz bo'lsa, tush ko'rgichi yigit bo'lsa, tushida seriq, hol yoki zaparang sho'x ranglarni ko'rsa, saprosi kuchaygan bo'ladi, ey dona. O'zini bo'shitishi, taranjivil ichishi kerak. Yil fasli kuz bo'lib, tush ko'rgichi o'ttir yosh bo'lsa, tushida qora tog', quduq, cho'nqurliq ko'rsa, savdosi kuchaygan bo'ladi, ey qarindosh. Dori ichishi, mengisini tozalash kerak, ey adash. Yil fasli qish bo'lib, tush ko'rgichi qeri bo'lsa, tushida oqar suv, muz, qor mo'ldir ko'rsa, qara, uning balg'imi eshib ketgan bo'ladi. Issiqlik yegizish, dori ishkizish kerak. Yana biri qalaymaqon tushlarmi bo'ladi. Bundoq tushga ta'biri yo'q, ey qudratlik. Kechida o'ylanib yotsa, shuni tushida ko'rsa, uningga ta'biri yo'q, ta'bir maskanmaydi. Yana bir xil tush bor, u shaytondan bo'ladi. Bundoq tushni ko'rgichilar g'usl qilish kerak. Yana bir kishi tushida o'z hunurini ko'rsa, buningga ta'bir yo'q, ey mag'rur yigit. Bularning hammasini bilish, aqlni yetkazish kerak. Ayrib, farqlantirib, ondan ta'bir berish kerak. Ta'bir berguchi hakim nima deydi, angla. Kim tush ko'rsa, ta'birini o'zi so'rashi kerak. Ko'rilgan tushga bilib bilmay ta'bir berma. Tushni qandoq o'rasa shundoq bo'ladi. Tushda g'am qayg'u ko'rsa, o'ngida shodlik ko'radi. Shodlik ko'rsa, yig'lab qayg'uradi. Tushga ta'bir berish bir xil bo'lmaydi. Buni bak o'ylab aytish kerak, ey oq ko'ngil. Qara, avam tushining ta'biri boshqadir. Baglarning tushini o'rish yana boshqadir. Tushda xushallik, o'yin tomosha ko'rsa, g'am qayg'u payti yetib keldi degan so'z. Yana tushda yig'lab hasrat cheksa, rohat bilan shodlanadi, ming shodlikqa erishadi. Yana shundoq tushlarmi borki, uning ta'biri sana emas, boshqalar uchun foydali. Demak, tush odamga qarab o'riladi. Uningga yaxshi ta'bir berilsa, aqlga yaqin bo'ladi. Qara, tush shundoqki, ba'zilar ko'rsa sog'lom bo'ladi, shu tushni ba'zilar ko'rsa kasal bo'ladi. Ey qarindosh, buning hammasini bilish kerak. Ondan tushni o'rish kerak, ey do'st. Sening tushing qandoq? Menga aytib ayt. Shunga qarab, ayirib, farqlantirib ta'bir beray. Yetmiş 8. O'dg'irmish o'gdilmishga ko'rgan tushini aytdi. O'dg'irmish javob berib eg'iz ochdi. Men so'zlay, ko'nglingda tut, dedi.
Tushimda shot ko'rdim. Uning baldiqi 50 edi. Egiz ham kang bo'lib, oldimda tiklab qo'yilgan edi. Mana baldiqini bir-birlab besib, yuqori o'rladim. Beshiga chiqqanda baldiqni sanadim. Shotining beshida bir qassob menga suv berdi. Uni elib tugitib ichdim, o'zimni qondirdim. Uningdan keyin ko'tarilib osmonga uchdim. Bag'an siri o'rlab osmonga singib ketdim. Yetmiş dokuzuncu. Ögdilmişning o'dg'irmishning tushiga ta'bir berganligi aytiladi. Ögdilmish javob berib dedi. Bu tush nihoyat yaxshi tushdir, foydasi bek ko'p. Nima uchun o'zingga nomuvofiq ta'bir bersan? Tush ta'biriga qarab mangadi, ey oq ko'ngil. O'rlash hamma tushda qadrlik bo'lish belgisidir. Kishi o'rliginicha ulug'liqqa ega bo'ladi. Tushda qancha o'rilsa, baxt davlati shuncha ziyoda bo'ladi. Qadr qimmatga 100 obro'yga ega bo'ladi. Baxt shoti bilan o'rligandek o'rlaydi. Ulug'liq bilan aldi nomi mashhur bo'ladi. Bu so'zga munu so'z dalil bo'la oladi. Tush o'rigichi tushni yaxshi o'rigan. Tushdagi shota azizlikning belgisidir. Baldoqmi baldoq ko'tarilish qadrlik bo'lishning alomatidir. Qancha ko'tarilsa, shunchalik qadr qimmat topadi. Dunyo meli va baxt davlatga ega bo'ladi. Idishtik suvni elib ichganliking hayot asosining uzun bo'ladiganligidir. Uchib osmonga ko'tarilib o'rlaganliking nima tilasang, Xudo tilakingni beradiganligi. Saksoninchi. O'dg'irmishning bu tushga boshqacha ta'bir berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi. Bu tushimning ta'biri mundaq emas, ey tang tush do'stim. Bu tushni sen uxlaganda ko'rgan bo'lsang, ta'biri sen aytgandek o'ngishliq bo'lgan bo'lar edi. Sening barliq himmating bu dunyo uchundir. Bu dunyoni orzu qilganlar bu dunyoga erishidi. Men bu dunyoni tashlab qochgan odamman. Qara, mushaqqat chekib bu yerda turibman. Tush ta'birini menga to'liq o'rmiding. Angla, bu tushni men sana o'rib beray. Egiz baldoqlik shot ko'rganlikim mening ta'birimcha tiriklikdir, ey qarindosh. Shotining beshigacha ko'tarildim. Demak, yeshimni tugatdim, rizqimni yeb bo'ldim. Beshiga o'rliginimda qassob kelib menga bergan suvni elib ichdim. U qassob otiliqlarni otisiz qilg'uchidir, ey qilqi pak. Qara, u shundoq qassobki, ravoj topganlarni buzg'uchi, jonliqlarni tirik qo'ymag'uchidir. Idishtik suvni butunlay ichganlikni hayotliq deb ta'bir berib, yeshimni uzartding. Yerimini ichsa, yerim o'lishi qolsa, sen aytgandek suv hayotliq belgisi. Suvning yerimini ichib yerimini qo'ygan bo'lsam, hayotimning yerimi qolgan bo'lar edi. Lekin idishtik suvning hammasini tugal ichdim. Demak, hayotimni tugatdim, esan yaxshi qol. Aqlliq dono nima deydi, angla. Donolarning so'zini so'zning negizi deyish kerak. Tushida jamdik suvning yerimini ichsa, hayotlikning yerimi tugidi, yerimi qarz qoldi. Agar suvni tugitib tugal ichsa, hayotlik tugidi, go'r qezildi degan so'z. Yuqori uchib osmonga ko'tarilishim, yeshil ko'kka o'rlab havoga singib ketishim,
pak jenimning qepidan chiqib, yenib kelmas yerga uchib ketganligidir. Demak, Xudo tushimda menga belgi berdi. O'limga tayyorlanishim kerak, ay palvon. Bu tushning ta'biri ana shundoq. Menga boshqacha o'rading, ay qudratlik. Sen mening ko'nglimni yaxshi qilmoqchisan. Lekin o'lim hamon keldi. Dori darmoni yo'q. Endi qarab baq, ay dili zirak. Bo'z yerlarni o'lim o'ngtay-to'ngtay qilavatdi. Qanchilag'an qasr o'rda bezaklik saroylarni o'lim buzdi. Uningdan xarobalar qoldi, hayhot. Qanchilag'an mag'rur, jasur, buyuk baglarni o'lim yerga tiqdi, nazar sol, ay tirik. Qanchilag'an kuchlik bilaklar to'plagan dunyoni o'lim kelib chechivatdi, pak-pokiz tugatdi. İnsan tug'iladi, o'ladi. Bu hayron qolarliq emas. Hamma nafas og'uvchilar o'limga mahkumdir. Qara, ajablanarli shuki, o'lgichi vujud o'limini unutib, eg'iziga elibmi qo'ymadi. Bu g'ofil inson o'ladiganligini biladi-yu, lekin o'zidan g'aflat uyqusini neri qilmaydi. Qara, o'lim haqdir, uningdan kashkila bo'lmaydi. O'limdan keyin ahvolim qandoq bo'ladi ekan? G'amim shuki, ay ko'nglimdagi do'stim, o'limdan keyingi ishlarimga Tangrim rivoj bersin. Bariga qanoat qilib kun kechirdim. Rohat mushaqqatlar o'tib ketdi, kechilarim yo'ridi. Qo'limni qisqa tutdim, tovar dunyo yig'madim. Arzu havaslarga ko'ngil bermadim. O'z yuklarimni bugungi kunga atab saqladim. Barliq gunohlarimni yengillatishni tiladim. Bilim, pand, nasihat va tarbiya berguchi mehribon kishi nima deydi, angla. Bexud bo'lma, g'ayrat qil, yukingni yengillat. Yo'ling qildin nozukdir, o'zingni to'g'rila. Bugun yotma, amgak qil, ishingni rivojlantir. Tatqan mushaqqatlaringni ketar vaqtingda unut. Yana shundoq dedi. Ey chin mehribon qarindosh, men ketaman. Orqamdan sen kelasan, ey do'st. Sana bir necha eg'iz so'z qilay. Meningdan keyin sen uni unutma. Hayot vaqtimda o'zim sana mehribonlik qilay. Mendan keyin bu so'zim mehribon bo'lib qolsin.